Assalomu alaykum azizlarim. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Xalqimiz bejizga kambag'alni tuyaning ustida ham it qopadi demas ekan. Nochor ojiz bo'lsangiz, sizdan hamma foydalanishni ko'zlarkan. Yolg'izgina o'g'limning baxti barbod bo'lgani yuragimni vayron qildi. Ona o'ziga yetgan har qanday balo qazoga chidaydi, toqat qiladi. Ammo bolasiga yetgan ozor jon-jondan o'tib ketarkan. Bilasiz, bunday joylarda navbat katta bo'ladi. Men ham o'z navbatimni kutib o'tirgandim. Yonimdagi ayol gap qotdi. Shaharda turasizmi? Yo'q dedim-da, qayerdan kelganimni aytdim. Men ham uzoqdan kelganman, deya u ham o'zi yashaydigan tumanni tilga oldi. So'ng yana so'radi. Bolalaringiz bormi? Ha, bir qiz, bir o'g'lim bor. Qizimni chiqarganman. Voy, ikkitagina tug'dingizmi? Gurungimiz qiziy boshladi. Agar erim hayot bo'lganda yana tuqqan bo'larmidim. Bolalarim juda kichikligida vafot etib ketgan. O'zim katta qildim. Taqdirda endi rohatini ko'ring. Shukr, hamma qiyinchiliklar ortda qoldi. Yo'q, shirin tashvishdan ayirmasin. Ortda qolgani rost bo'lsin. Yaxshi eringiz uy-joy qilishga ulgurgan ekan. Qayda dedim xo'rsinib. Ota-onamdan qolgan hovlida yashayman. Aka-ukalarim taqdirim bunaqa bo'lgach, uyni menga berishgan. Biz anchagina suhbatlashdik. Shifokor huzuriga kirib ham chiqdik. Opa, telefon raqamingizni bering. Menga yoqib qoldingiz. Ahvolingizni so'rayman-da. Endi xayolimdan ketmaysiz. Tuzalib ketdimikan, yo'qmikan deb o'ylanib yurmay, dedi u. Shu bilan 2-3 bor qo'ng'iroq qilib hol so'radi. Bir kuni esa kutilmaganda dedi. Opa, uyingiz qayerda? Men ish bilan sizlarning tumanga kelgandim. Ko'rib ketay, uydamisiz? Ha, uydaman. Qayerda ham bo'lardim, kelavering, deya manzilimizni tushuntirdim. Uyda ancha o'tirdi, mehmon qildim. O'g'lim ham smenadan qaytib qoldi. U bilan so'rashgach og'zidan bol tomdi. O'g'lingiz buncha chiroyli, kelishgan yigit ekan. Unga dunyodagi eng chiroyli qizni olib bering. Surishtirib yuribman, lekin hali birortaning eshigiga bormadim. Mening ham chiroyligina singlim bor. Agar ota-onam uzoq demasa, o'g'lingizga juda mos, dedi u kulib. Ikkalasini bir uchrashtirsak bo'larkan. Indamadim. U esa keyin ham qo'ng'iroq qildi. Opa, men singlim bilan shaharga kelgandim. O'g'lingizga ayting, bir kelib ketsin. Odam bunday paytda yo'q deya olmas ekan. O'g'limga qayerga borishini tushuntirdim. O'sha qiznikiga sovchilikka boravering, dedi o'g'lim uchrashuvdan qaytgach. Bu tuman bizga uzoq bo'lsa, yana yaxshi bilmaymiz ularni. Boshqa qizga uylanmayman. O'g'limning avzoyidan bildimki, qiz ko'ngliga o'tiribdi. Yolg'izgina o'g'lim bo'lgani uchun sovchilikka borganda surishtirgan bo'ldim. Yaxshi oila. Qizning otasi o'qituvchi. Onasidan sal o'tkir demasangiz, dedi bir ayol. O'g'lim qaynonasi bilan yashamaydi-ku. Qizi yaxshi bo'lsa bo'ldi-da, dedim o'zimcha. Hash-pash deguncha to'y ham boshlab yubordik. To'g'rirog'i biz emas, ular tezlashtirdi. Kelinim shunday sep bilan keldiki, ko'rgan odamning hayratdan og'zi ochilardi. O'g'limning bir ko'rib sevib qolganicha bor ekan. U shunchalar chiroyli ediki, bir qarab ko'z uzmay tursam derdingiz. Tag'in kelinlik kiyimlarini aytmaysizmi? Har bir ko'ylagiga moslab boshiga do'ppi, oyog'iga poyafzal olgan. Kiyinib chiqsa tikilib to'ymaysiz. Bu kelinni qayerdan topdingiz? O'g'lingiz gapiram mos. Bir ko'rib yana qarasam deysan kishi. Ko'rgan odam borki shu gapni aytardi. O'zim ham ko'z tegib qolmasaydi, deya xavotirga tushib qo'yardim. O'g'lim ham atrofida girdi-kapalak. Ammo hali kichkina chillasi ham chiqmay turib, ular gijillashib qolishdi. O'g'lim hatto unga qo'l ko'tardi. Darrov uni yonimga o'tkazib qo'ydim. Hozir urishadigan emas, eng shirin yashaydigan paytlaring. Unaqa qilib kelinning ko'nglini qoldirma. Baxtli bo'laman desang, hamma gapni yaxshilikka tushunti. Yana qo'l ko'targaningni ko'rsam, nima qilishni o'zim bilaman, dedim. Ular bir kulib, bir tumtayib chillasini ham chiqarishdi. Ropparasa 42 kun deganda kelinim og'rib qoldi. Rangida rang yo'q, qaltiraydi. Kirib yoting, dedim. Ertasiga esa o'rnidan turmadi. Men uxlab qolibdi-da deb o'ylabman. Keliningizning oldiga kiring, mazasi yo'q.
dedi o'g'lim qovog'idan qor yog'ib. Kirsam kelinim bir ahvolda yotibdi. Qayeringiz og'riyapti? Doktor chaqiraymi? Dedim qo'rqib. Mening kasalim doktorlik emas. Men bu uyda yashay olmayman, uyga ketaman. Battar qo'rqib ketdim. Tinchlikmi? Nega yashay olmaysiz? Uydan bir nimalar topib olyapman. Nima topib olyapsiz? Hech narsaga tushunmasdan u qo'limga bir nima tutqazdi. Mana menga kimdir amal qilyapti. Tugilgan soch-ku, dedim hayratlanib. Sizga kim amal qiladi? Uyda ikkimizdan boshqa odam bo'lmasa, eringiz ishga boradi keladi. Ortiq chiday olmayman, ketaman, dedi u qat'iy. Nima qilishni bilmay haligi opasiga qo'ng'iroq qildim. Darrov yetib keldi. Turmush senga o'yinchoqmi? Buncha vahima qilmasang. Endi shu sening uying. Hech qayerga ketmaysan, urishdi opasi ham. Kelinim esa xuddi hozir ketmasa o'lib qoladigandek yig'lab siqtardi. Rostdan bir nima bo'layotgandir, degan hadik bilan opasiga tushuntirdim. Mayli urushmang, olib keting. 1-2 kun dam olsin, o'qitinglar. Shu bilan ular ketishdi. Ertasiga uy yumushlarini qilib yursam, darvoza taqilladi. Ochsam uchastka inspektori turibdi. Ortida kelinimning akalari, opalari. Ular birdan uyga yopirilib, endigina ishdan kelgan o'g'limga menga tashlanib qolishdi. Urib turtib hamma narsani olib ketishdi. Kelin kuyovning uyi shipshiydon bo'ldi. O'g'lim ham, men ham o'zimni yo'qotib qo'ydik. Ko'chaga chiqolmay qoldim. Odamlar so'rasa nima deyman axir? Endigina chillasi chiqqan kelin kuyov ajrashishga arzirli bahona ham yo'q. Uydan tugilgan soch chiqqani uchun ajrashishdi deya olmayman-ku. Or nomusdan o'lay dedim. O'g'lim esa xotinni sevib qolgan ekan. Oyi borib olib kelaylik. Usiz yashay olmayman, dedi o'pkasi to'lib. Bolangiz uchun hamma narsaga tayyor bo'larkansiz. Shuncha gapdan keyin ham bosh egib bordim. Nikoh muqaddas. Yoshlarni yarashtiraylik. Aslida urushgani ham yo'q, degan gapimga olgan javobimdan qotib qoldim. Turgan hovlingizni o'g'lingizning nomiga o'tkazib bersangiz boradi qizim, dedi qudam. Uyni men go'rimga orqalab olib ketmayman-ku. Shu o'g'limga qoladi-da. Topganim shularniki-ku, dedim bosiqlik bilan. Bo'lmadi. Kelinim kelmadi. O'g'lim parishon bo'lib qoldi. Bir kuni kechasi seminasiga ketib kelmasa deng, avvalga kutdim. Keyin ishxonasiga bordim. O'g'lingiz yarim kechasi chiqib ketgandi. Haliyam yo'q, dedi sherigi. Telefoni o'chiq. Hech kim ko'rdim demaydi. Adoyi tamom bo'ldim. Qayerga borishimni, qaysi eshikka bosh urishimni bilmayman. 3 kun o'tgach qidiruvga berdim. Men butkul es-hushimdan ayrildim. Telbalar kabi ko'chada u yoqdan bu yoqqa yuguraman. O'g'limni yo'qotib qo'ydim. Qayerga ketdi u? O'g'lingizning xonasini ko'raylik, dedi qidiruvga arza berganimdan keyin. Hamma narsani ko'zdan kechirdi. Shkafini ochsak bir dona ham kiyimi yo'q. Esim og'ib qolay, dedi. Nimalar bo'layotganini tushunmas. Ko'zimga o'g'limdan boshqasi ko'rinmasdi. Ishonsangiz 8 kun o'tganidan keyin kelinimning opasi telefon qildi. Opa, nega qidiruvga berdingiz? O'g'lingiz xotini bilan Rossiyaga ketdi-ku. Bu gapdan angrayib qoldim. Nahot o'g'lim shu darajaga bordi? Bir og'iz aytib ketsa bo'lardi-ku. Xo'p, mening jo'natmasligimni bilgan ekan, meni tiriklay qabrga tiqmay, qo'ng'iroq qilsin edi. Har xil xayol keldi miyamga. Oxiri o'g'lim telefon qildi. Oyi, arzangizni qaytarib oling. Men 6 oyda yoningizga mashina minib boraman, dedi u menga quloq solmay. Kim 6 oyda mashina minibdi-ki? Sen minasan. Mashinaga havasing ketgan ekan, aytsang bo'lardi-ku. 6 oyda olmasang, amallab 1 yilda olardik. 2 yilda olardik. Orqangga qayt. U meni eshitmadi. Aytgani ham bo'lmadi. 1 oyga bormay uyga kirib keldi. Ko'rib dahshatga tushdim. Askarlar kiyadigan shimda, uyam yirtiq yamoq, kir-chir kurtkada, osib ketgan. Yig'lab yubordim. Seni kim bu ahvolga soldi? U miq etmadi. Vaqt o'tib barcha kiyimlarni o'zi olib ketganini, tilla uzuk va brasletlardan ham ajraganini bildim. Aytmasligini bilib so'ramadim ham. Ajrashaman oyi, dedi u. O'zim ham bu balolardan tezroq qutulishni o'ylab rozi bo'ldim.
ariza berishga kelgan kelinimni tanimasam-de, qimmatbaho va o'ta zamonaviy kiyimda, mashinada, oddiy oilaning qizi bo'lsa, bularni kim olib bergan bo'lishi mumkin? Hammasini anglagandek bo'ldim, muzladim. Nahot u yuzini yorug', yo'lini ochiq qilib olish uchun o'g'limdan foydalandi. Gumon iymondan ayiradi. Birdan yomon xayolga bormay, deya tanishimning o'g'lidan iltimos qildim. Siz hujjatlar bilan ishlaysiz-ku. Iltimos kelinimni surishtirib bering. Surishtiruv ko'pga bormadi. Keliningiz to'ylaridan 10 kun avval o'z nomiga uy olgan. Uning nomida uy va mashina bor. Menimcha unga xushtori olib bergan, dedi u dilimni tilkalab. O'sha kundan buyon o'zimga kela olmayman. Mening o'g'limning gunohi nima edi? Nega bizning boshimizga bu savdolar tushdi? Neni orzu-niyatlar bilan kelin qilgandim. Bu dardni ortiq ichimga yutolmayman. Yuragimda saqlab yurolmayman. Azizlar, farzandingizning boshini bog'lashdan avval yaxshilab surishtiring. Ota-bobolarimiz bekorga 7 pushtini surishtirmagan ekan. Menga o'xshab kuyib qolmang, azizlarim.